Ortiqcha yog'lardan xalos bo'lish uchun qanday nonushta qilish kerak? Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nonushtani qoldirmaydigan odamlar odatda tezroq vazn yo'qotadilar va bellarida kamroq yog' yig'iladi. Ertalab taomlanishni odat qiladiganlar uchun uning foydaliligini 80% gacha oshirish haqida mutaxassislar tavsiyalari bilan bo'lishdik. Uyg'onganingizdan keyin yarim soat ichida nonushta qiling. Agar tongda tanani o'z vaqtida ovqatlantirmaslik, uyg'onishdan oldin 8 soat ochlikda qolgan organizmda metabolizm keskin sekinlashadi. Tanangiz kaloriya sarflashga to'sqinlik qilishini xohlamasangiz, uyg'onganingizdan keyin yarim soat ichida nonushta qiling. Ertalab suv iching. Ertalab 1 stakan suv ichish nafaqat vazn yo'qotilishiga, balki salomatlikni saqlashga yordam beradigan ajoyib odatlar. Birinchidan, uyqudan so'ng suvsizlanib qolamiz va buni iloji boricha tezroq tuzatish kerak. Ikkinchidan, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ovqatlanishdan oldin suv ichish bizga odatdagidan kamroq ovqat yeyish imkonini beradi. Chunki biz ko'pincha charchoqni ochlik bilan adashtiramiz. Oqsil qo'shing. Kurasan bilan nonushta qilishni yoqtirasizmi? Unda bitta sharti bor. Glyukoza ko'payib ketmasligi uchun avval oqsil ovqatlar, masalan tuxum, grek yong'og'i, losos buterbrod yoki loviyali salat iste'mol qilish kerak. Uglevodorodlar ham qo'shing. Agar organizm uglevodorod qabul qilmasa, u oqsillarni mushaklar kuchi va sog'liqni saqlash uchun sarflab yuboradi. Albatta, bulochkalarni kletchatkalarga to'la bo'lgan suvli yormasi bilan almashtirgan ma'qul. Donli bo'tqa uzoq vaqt to'qlikni saqlashga yordam beradi. Qahva iching. Tadqiqotlarga ko'ra, ertalab yoki kechki mashg'ulotlardan 30 daqiqa oldin 1 finjon achchiq qahva ichgan odamlarda sezilarli darajada butun tanada yog' oksidlanish tezlashishining oshishi kuzatilgan. Qahvani yoqtirmaysizmi? Sizga ko'k choy yordam beradi. U qahvaga ajoyib muqobil bo'la oladi.